Hop. Assalomu alaykum. Bugun demak 38-chi misollarga doir e, oid misollarni ko'rib chiqamiz. 38-chi misollarda odatda qanday misollar bor? E, Yozib beraman. Funksiya tushadi. Funksiyani qiymatlari yoki funksiyani tuzish yoki bo'lmasa o'sha integral yuzi topish. Shunaqa holatlar tushadi. Mana funksiya mavzusini tepadagi darsda ham tashlab qo'yganman. Hozir integral haqida ozgina tushuncha berib ketaman. Masalan, integral deylik. X ning n'inchisidan integral olyapmiz. Bu teng bo'ladi x ning n plus birinchisi taqsim n plus 1 qo'shilgan s ga. Bitta qanaqa odat son. Buni qizig'i yo'q. Hop. Integral o'zi fosilaga teskari narsa. Ya'ni plus minus bir bilan yechib ketgani kabi fosila bilan integral ham bir bilan nima deydi yechib ketadi. Masalan, integral deylik fx ning fosilasi desak, dx fosila bilan integral qisqaradida bu teng bo'ladi fx ga. Mana bu yerda ham dx bo'ladi. Shu holat bo'ladi. Endi yana integralga oid integral deylik. Sinus x dx bo'lsa, buni yozmay turib bo'lardi. Integral deylik 1 taqsim x dx teng bo'ladi ln x ga. Modul x plus s ga. Endi integral a ko'paytirilgan b dx holati turgan bo'lsa, mana bu a dan integral olib turib, mana bu dx ni oldiga kirgizib yuborsak bo'laveradi. Yoki mana bu b dan integral olib turib, bu yerga kirgizib yuborsak bo'laveradi. Yoki mana bu yerda qanaqadir bir ifoda x ifoda turgan bo'lsa, buni oldinga chiqarish mumkin hosil olib turib. Hozir mana amalda ko'rsatib beraman. Masalan, deylik fx ko'paytirilgan fx ning hosilasi turibdi dx. Endi biz mana bu fx ning hosilasidan integral olib turib, mana bu yerga yozib olishimiz mumkin x ning o'rniga. Ya'ni bundan integral olsak, biz fx bo'ladi. Fx d yozamiz. Endi x ning o'rniga mana buning integralini yozamiz. Ya'ni bundan integral olib turib, bu yerga kirgizamizda, x ning o'rniga mana shu integral olgan narsamizni yozamiz. Fx ning hosilasidan integral olsak, fx ni o'zini beradi. Shunda endi biz fx ni t deb belgilab olsak, qanaqadir integral t dt bo'lib qoladi. Bundan oddiy mana bu formulam orqali olib qo'ysak bo'laveradi integralni. Ya'ni t ning kvadrat taqsim 2 ga. Keyin t ni o'rniga mana fx ni qo'yib qo'ysak bo'laveradi. Fx ning kvadrati taqsim 2 deb yozib qo'ysak bo'laveradi. Unga integral formula yozib beraman, lekin ular lekin umuman integralga oid savollar kerak bo'lib qolishi mumkin. Sinus x dx teng bo'ladi minusdan kosinus x ga. Integral endi kosinus dx kosinus x dx teng bo'ladi sinus x ga plus s. Hop, endi integral tangens x dx tangens x yozib olaman, sinus x taqsim kosinus x deb yozib olaman. Integral dx. Endi men mana bu yerda aytdim, oldida turgan narsani integral olib turib ichiga ichkariga kirgizib olsak bo'laveradi. Ya'ni teskari bo'laveradi. Unda mana bu sinus x dan hosil olsam nima hosil bo'ladi? Integral olib turib mana bu yerga kirgizib olsam bo'laveradi. Xuddi bir taqsim kosinus x ko'paytirilgan sinus x ning ko'paytma holatida turib kelsak, mana bu sinus x dan integral olsam nimaga teng bo'lar ekan?
Minusdan kosinus x. Yani bir taqsim kosinus x. D minusdan kosinus x. Yani mana bu yerda minus 1 bor. Shu minus 1 umumiy integraldan tashqariga olib chiqarsak bo'laveradi endi biz. Olib chiqarsam minusdan 1 taqsim kosinus x d kosinus x. Shunda bu teng bo'ladi endi. Kosinus x t deb olsam, minusdan integral 1 taqsim t dt. Endi buni qaysi formulaga qo'yamiz? Mana bu formulaga qo'yamiz. Ya'ni ln x. Bu yerda x ni t turibdi. Bu teng bo'ladi endi minusdan ln t ga. Yani tan o'rniga mana bu kosinus x'ni olib kelib qo'yamiz. Minusdan ln kosinus x. Endi kattangina xga olamiz. Dx bu teng bo'ladi endi ln sinus x ga teng bo'ladi. Tangina xga bo'lsa dx teng bo'ladi ekan minusdan ln kosinus x ga. Hop. Mana bu keyin ax dan dx olsak, ya'ni ax dan hosil olsak ham, integral olsak ham ax o'zini beraveradi. Y'ning x darajasini beraveradi. Bu hech qachon o'zgarmaydi. Hosil olsak ham, integral olsak ham o'zini beraveradi u. Integral orqali yuza topishda nima qilamiz? Masalan, deylik, mana bu holatda parabolamiz bor. Endi aytish mumkinki, parabolaning ox o'q bilan hosil qilgan yuzasini top deyish mumkin. Shunda ox o'q, ya'ni mana bu o'q bilan parabolaning hosil qilgan yuzasi mana bu bo'ladi. Buni topish uchun endi qanaqadir fx funksiya bo'lsa, mana bu a nuqtada kesib o'tsa, mana b nuqtada kesib o'tsa, integral a dan b gacha fx dx bo'ladi. Mana shu holatda bo'ladi. Yoki bu holatda bo'lishi mumkin. Mana bu holat va mana bu holat. Fx mana bu jx. Bizdan so'rashi mumkin endi. Fx va jxlar bir-birini kesish orqali hosil qilgan yuzani toping deyishi mumkin. Bir-biri bilan kesish hosil qilgan yuzasi mana bu yuza. Endi buni qanday topamiz desak, mana bu a da va b da kesishdi deylik. Integral a dan b gacha fx minusdan fx emas. Uzr. Mana bu tepasidagidan pastdagini ayiramiz. Ya'ni tepasidagi funksiya jx ayrilgan nima fx. Bundan hosil olib turib, mana bu a va b oraliqda qo'yamiz. A va b oraliq nima degani endi? Masalan, deylik, integral qanaqadir fx dxdan deylik, fx boshlang'ich chiqdi deylik. Mana shu qiymat chiqdi deylik, mana shu integraldan. A dan b ga tizsak, endi buni qiymati nima bo'ladi? A dan b gacha f b dan ayiramiz f a ni. Masalan, deymiz, fx deymiz, x ga teng bo'lsa deymiz. Integral 1 dan 2 gacha x dx. Hosil integral olarsam x kvadrat taqsim 2, 1 va 2 oraliqda. Birinchi 2 ni qo'yaman. 2 ning kvadrati taqsim 2. Keyin mana shu holatga 1 ni qo'yganda chiqqan javobni ayirib tashlayman, ya'ni ayrilgan 1 taqsim 2. Mana shu endi javob bo'lar ekan. Umumiy holatda shu bo'ladi. Endi boshlayveramiz darsni. Birinchi savolimizdan boshlaymiz. Rasmda deyapti, y teng mana shu 6 minus x kvadrat va 30 minus x kvadrat parabola grafiklari va ABCD kvadrat tasvirlangan deyapti. Rasmiy ma'lumotlar asosida b tekis uzunligini toping va ABCD kvadrat yuzini toping deyilibdi. Qaraymiz endi. Mana bu funksiyaning grafiki 30 minus x kvadrat ekan. Bu degani mana bu joy 30 ga teng degani.
Endi keyingi y olti minus x kvadrat ekan mana bu. Mana bu joy demak 6 ga teng bo'ladi ekan. Ya'ni x teng 0 dagi x teng mana bu 0 da 6 chiqadi. Keyingi funksiyaga 0 qo'ysak 30 degan qiymat chiqadi. Endi qaraymiz. Mana buni o'chirib turamiz hozir. Mana buni deyman a deb olaman. Endi mana bu ham a bo'ladi. Shunda bu kvadrat bo'lgani uchun jami tomoni 2a ga teng. Mana bu joy 6 ga teng. Endi qaraymiz. Endi mana bu joy ham a ga teng bo'ladimi? A ga teng bo'ladi. Endi mana bu nuqta bizdagi mana bu nuqta mana bu parabolaga tegishli. Chunki bu parabolaga a ni qo'ysak mana bu s nuqtaning koordinatalari kelib chiqadi. Ya'ni 30 minus x kvadrat fx. Bu funksiyaga x ni o'rniga a qo'ysak 30 minus a kvadrat chiqadi. Ya'ni a ligida 30 minus a kvadrat teng ekan. 30 minus a kvadrat degani mana bu 20 mi? Ya'ni mana bu nuqtada mana shu masofa. Mana bu absissasi ya'ni x nuqtasi. Mana bu 30 minus a kvadrat esa mana bu yirik nuqtasi. Bu degani 0 dan mana shu joygacha bo'lgan masofa. Shunda 30 minus a kvadrat bizda nimaga teng? Mana bu joyim. Bu joyim ham 2a ga teng. Endi mana bu joy bizda 6 ga teng. Shunda 2a plus 6 ga teng ekan. Endi a kvadrat qo'shilgan 2 a ayrilgan nima bo'ladi? 24 teng bo'ladi 0 ga. Bu yerdan endi a1 chiqadi. Minusdan 6 a2 chiqadi ekan 4. Biz mana bu manfiy sonni ola olmaymiz, chunki bu yerda a musbat son. Demak, bizda a2 teng 4 degan javob bo'ladi. Ya'ni 4 degan javob bo'ladi. Endi nimani topishimiz kerak ekan? Beta kesma uzunligi. Mana bular o'chib turaman. Beta kesma uzunligini topishimiz kerak ekan. Ikkalasini tutashtirsam. Mana bu joy a. Endi bu joyga 6 kelsa, jami 24. Endi 24. Endi betaning kvadrati nimaga teng bo'ladi? Mana bu joy 90. Betaning kvadrati teng bo'ladi. 24 ning kvadrati qo'shilgan a ning kvadrati, ya'ni 4 ning kvadratiga 576 qo'shilgan 16 mi? Ya'ni 592 ga. Shunda BF kelib chiqadi ekan, ilzosda 592 Endi iltizosda 592 ekan. Hop, keyin savolda so'rayapti, demak, ABCD kvadrat yuzini toping. ABCD kvadrat yuzi nimaga teng edi? Mana bu joyim A bo'lsa, bu bitta A kvadratga teng. Ya'ni bir tomoni 2. 4 ko'paytirilgan. Amiz nimaga teng bizda? 4 ga. Uning kvadrati 16. Bu teng bo'lar ekan 64 ga. 64 chiqib qolar ekan. Endi keyingi savolga o'tamiz. Bu savolni yechish uchun funksiyani davrini topish haqida ozgina tushuncha berib ketaman. Masalan, deylik. Sinusda kosinus x'da. Sinus sinusning nsi ax plus b kosinusning nth darajasi ax plus b. Agar bo'lsa
Ularning davri qanday bo'ladi? Pi taqsim Aga teng bo'ladi davri. Endi agar n to'q bo'lsa-chi, 2 pi taqsim Aga teng bo'ladi ularning davri. Mana shuni yodlab qo'yasizlar. Ya'ni davr degani bitta songa qanaqadir muddatdan keyin yoki qaysidir qiymatdan keyin qaytib kelish. Endi tangens x'larni ham yozib beraman. Bu joyda kelmagan bo'lsa ham endi kerak bo'lib qolishi mumkin. Tangens n daraja ax plus b. Mana bu joyda qanaqadir k ham bo'lishi mumkin. U kning qizig'i yo'q lekin. K deb yozib olsak, tangens joyi ketadi. Okey. K ko'paytirilgan. Tangens ax plus b. Bularning davri bularning davriga mana bu darajani ham, kni ham, bni ham qizig'i yo'q. Bularning davri doim b pi taqsim modulosida a ga teng bo'laveradi. Hop, endi 38 savol. Aslida effikas asimetriyadagi plyuslik funksiya grafik tashlangan. Agar q nuqtaning absissasi 5 pi taqsim 12 ga teng bo'lsa, deyapti. Mana buni qiymatini topishimiz kerak ekan, keyin bo'yalgan mana bu sohani yuzini topishimiz kerak ekan. Endi qaraymiz. Maksimum nuqtasi mana bu 4 ga teng ekan. Endi minimum nuqtasi mana bu -2 ga teng ekan. Maksimum nuqtaga erishish uchun mana bu sinus bx nimaga teng bo'lishi kerak? Mana umumiy holda 1 ga teng bo'lishi kerak albatta. Ya'ni a plus s teng bo'lar ekan nimaga? 4 ga. Endi minimum nuqtaga erishish uchun mana bu sinusimiz -1 ga teng bo'lishi kerak. Ya'ni eng kichkina qiymatiga. Shunda minus a plus s teng bo'lishi kerak ekan minusdan 2 ga. Ikkita teng nima chiqib qoldi endi bizda? Qo'shib yuboramiz endi. Ikkita s teng ekan 2 ga, shundan kelib chiqadiki s teng 1 ligi. Endi a teng ekan, demak ko'payadi. Endi qaraymiz, mana shu joy qanaqadir s nuqta desak. Ya'ni bir chiqdi-ku bu. Mana shu bir nuqtaga necha pidan keyin qaytib kelyapti? Ya'ni mana shu nuqtaga yana mana bu joyda qaytib kelyapti. Ya'ni 0 da boshlanib pida qaytib kelyapti shu nuqtaga. Bu degani buning davri piga teng degani. Hop, davri piga teng ekan. Davrini qanday topamiz dedim? Mana, agar n toq bo'lsa dedim, 2 pi taqsim a orqali topamiz dedim. Pi teng bo'ladi ekan, demak, bu yerda daraja nima turibdi? Darajada 1 turibdi. X ning oldida nima turibdi? B turibdi. Agar daraja toq, ya'ni 2 pi taqsim x ning oldidagi son bga bo'lamiz. Bundan kelib chiqadiki, b teng ekan 2 ga kelib chiqadi bu yerdan. B teng ekan 2 ga. Endi mana A shartini osonlikda hisoblab qo'ysak bo'laveradi. A'miz bizda 3, B'miz 2 ga teng qo'shilgan. A'ni o'rniga qo'yamiz 3, S'ni o'rniga qo'yamiz 1 qo'shilgan. B'miz bizda 2 ga teng, S'miz 1 ga teng ekan. Bularning yig'indisi endi 6, 3, 2 jami 11 ga teng bo'ladi ekan. Hop, endi mana bu Q nuqtaning koordinat absissasi 5 pi taqsim 12 ga teng ekan. Ya'ni mana bu joyimiz bizda teng ekan 5 pi taqsim 12 ga. Mana buni ham to'ldirib yuborsam endi. Bizda mana bu joyda trapesiya hosil bo'lyapti. Shu trapesiya yuzidan mana bu uchburchak yuzi va bu uchburchak yuzini ayirib tashlasam, bizda kelib chiqadiki, mana shu trapesiya yuzi kelib chiqadi bizda. Endi Q nuqtaning y-ni topish uchun nima qilaman men? Bizda funksiya hosil bo'ldi. A nimaga teng chiqdi? Bizda 3 ga. 3 sinus bx, ya'ni x b ni o'rniga yozaman, 2 yozaman, 2x qo'shilgan s ni o'rniga 1 yozaman.
Endi qanaqa f besh pi taqsim 12 nuqtadan olsak f besh pi taqsim 12 teng bo'ladi 3 ko'paytirilgan sinus 5 pi taqsim 6 bo'ladi 2 bilan qo'shilgan 1. Mana bu nimaga teng? Sinus 5 pi taqsim 6 1 taqsim 2 ga teng, ya'ni 3 ko'paytirilgan 1 taqsim 2 qo'shilgan 1. Shunda bu teng bo'ladi ekan 5 taqsim 2 ga teng bo'lar ekan. Demak, mana buni y 5 taqsim 2 ga teng ekan. Bu degani mana bu masofa 5 taqsim 2 ga teng degani. Jami to'rtligidan bu yoqqa endi 3 taqsim 2 qoladi. Endi mana bu joyning x'ini topa olishim kerak men. Nimaga? Mana bu masofa kerakligi uchun menga. Endi x'ini topa olish uchun nima qilaman? Mana shu joyda ordinatasini qanaqadir, absissasini a desam, a emas qanaqadir m deb olsam, funksiyaga qo'yaman endi. 3 ko'paytirilgan sinus 2m qo'shilgan 1 teng bo'lyapti. Mendan nimaga teng bo'lyapti? To'rtga teng bo'lyapti. Bundan kelib chiqadiki, sinus 2m teng bo'lyapti nimaga? 3 ga. Sinus 2m teng bo'lyapti 3 ga. Bu degani sinus 2m teng bo'lyapti nimaga? 1 ga. Bu degani 2m nima degani? Pi taqsim 2 qo'shilgan pika deganimi? 2 pika deganimi? Pika emas, 2 pika. Endi mni topsam nima chiqadi? Pi taqsim 4 qo'shilgan pika. Endi bu yerda mana bu kanoniga 1 qo'ysak, m teng bo'lib qoladi nimaga? 5 pi taqsim 4 ga teng bo'lib qoladi. Lekin bu mana bu 5 pi taqsim 12 dan oshib ketadi. Chunki shuning uchun biz faqat pi taqsim 4 degan qiymatni ola olamiz xolos. Ya'ni mana bu joyda o'zi 5 pi taqsim 12, agar k ga 1 qo'yayotgan bo'lsak 5 pi taqsim 4 bo'lib qoladi. Shuning uchun m ni o'rniga pi taqsim 4 degan nuqtani olamiz. Pi taqsim 4. Endi bu oralig'ini topishim uchun nima qilishim kerak? 5 pi taqsim 12 dan ayirishim kerak. Pi taqsim 4 ni. Nima chiqadi? Uni mag'lub bersam 3 pi taqsim 12 bo'lar ekan. Pi taqsim 6 chiqar ekan. Bu oralig'im demak pi taqsim 6. Endi birinchi trapetsiyani yuzini topa olaman. S trapetsiya. Hop, asosimiz 5 pi taqsim 12 qo'shilgan pi taqsim 6. Uning yarmi ko'paytirilgan nima? Balandligimiz 4 ga teng ekan endi. 4 bilan 2 qisqaradi, 2 bo'ladi. 5 pi taqsim 12 qo'shilgan pi taqsim 6 ko'paytirilgan 2. Mahraj bersam bunga 2 ta. 7 pi taqsim 12 ko'paytirilgan 2 bo'ladi. 7 pi taqsim 6 chiqadi. 7 pi taqsim 6 chiqdi. Endi birinchi mana bu burchakning yuzasini topsam nima bo'ladi? 5 taqsim 2 ko'paytirilgan 5 pi taqsim 12 ko'paytirilgan 1 taqsim 2. Bu teng bo'ladi endi 25 pi taqsim 48 ga. Endi mana bu kichkina uchburchak yuzasini topsam 3 taqsim 2 ko'paytirilgan pi taqsim 6 ko'paytirilgan 1 taqsim 2. Endi bu teng bo'ladi 3 pi taqsim 24 ga. 3 pi taqsim 24 degani 6 pi taqsim 48 ga teng. Ikkala uchburchak yig'indisi nimaga teng bo'ladi endi? 25 pi qo'shilgan 6 pi taqsim 48, ya'ni 31 pi taqsim 48 ga teng bo'ladi. Endi mana buning yuzi bizda 7 pi taqsim 6 ga teng. Taqsim 6 kerak tepani ham pastdan 8 ga ko'tarib yuboraman. Bunda bizda bo'ladi 56 pi taqsim 48 kelib chiqadi. Endi trapetsiyani yuzidan mana bu uchburchaklar yig'indisini ayirib tashlasam, o'rtada bo'yalgan sohani yuzi chiqadi. Hop, 56 pi taqsim 48 ayrilgan 31 pi taqsim 48. 56 dan 31 ni ayirib turib piga ko'paytirib 48 ga bo'lib qo'ysak yetadi.
25 bitta qism 48 chiqar ekan. Hisoblashda adashmaganmisam agar shunday. Hop, endi keyingi misolga o'tamiz. Qaraymiz endi. Yirik teng x kvadrat kvadrat funksiya grafik va katta kichik kvadratlar tasvirlangan deyapti. Rasmdagi ma'lumotlar asosida quyidagilarni toping deyapti. Endi mana bu joyni a deb olsak, ya'ni mana shu joyni a desak biz. Mana shu joyning koordinatasini oladi. Yirik teng x kvadrat funksiyasi bu a kvadrat bo'ladi. Demak, mana shu joy a kvadrat tenglik oldi. Hop, davom etaveramiz. Mana bu joy a ga teng bo'lsa, mana bu kvadratning tomoni ham a ga teng bo'lib qoladi. Ya'ni kvadratning tomi a ga teng. Bu degani mana bu tomoni ham a ga teng bo'lib qolishi kerak. Shunday kelib chiqyaptiki, a teng bo'lyapti. A kvadratga bu yerdan kelib chiqadi a teng 0, a teng 1. A teng 0 ni ololmaymiz, chunki kvadratning tomoni u. A teng 1 ni olamiz, uning kvadrati menga teng 1 ga teng. Endi keyingi shartga qaraymiz. Bular o'chirib turamiz endi. A'si
to'rt ildizosi beshga teng bo'lsa deyapti. Katta kvadrat perimetrini toping deyapti. Kvadratning tomoni qanaqadir b deb belgilab olsam. Mana bu nafs hissasi ham b bo'lib qoladi. Shunda endi mana bu c nuqta nima bo'ladi? B-yu b kvadratli kelib chiqib qoladi. Mana bu yerdan endi a nuqtaning koordinatalari nima chiqadi? Ya'ni bu kvadrat yuzi 1 ga tengligi uchun mana 1 bo'ladi-da, minus 1 u 1. Ya'ni bu nuqta minus 1 u 1 nuqta. Endi biz ikki nuqta orasi masofadan b plus 1 ning kvadrati qo'shilgan b kvadrat minus 1 ning kvadrati ilzosida teng bo'ladigan to'rt ilzosida 5 ga. Kvadratni ochib olsak endi. Kvadratni ko'tarib olsak b plus 1 ning kvadrati qo'shilgan b kvadrat minus 1 ning kvadrati teng bo'ladi 16 ga 5, ya'ni 80 ga teng bo'ladi. Endi bu yerga son qo'yish usuli orqali topamiz. Endi bu yerda ko'p vaqt yutqazmaslik kerak bu savollarda. Ya'ni bu yerda tenglab yeching deyilmayapti. Shunchaki sonni topsangiz bo'ldi. Masalan, b ga 3 qo'yib ko'ramiz. B ga 3 qo'yib ko'rsak, qanoatlantiradi. Shunda b ning 3ligi kelib chiqib qoladi. B savolda aytyaptiki, katta kvadrat perimetrini toping, ya'ni p teng 4b ga. 4 ko'paytirib 3 teng bo'ladi ekan 12 ga tenglik kelib chiqib qoldi endi. Hop, keyingi misollarga o'tamiz endi. Keyingi 38-misolimiz. Bunaqa savollardan nima qilamiz? F(x) qo'shilgan f1 taqsim 1 minus x teng bo'lsa x taqsim x minus 1 ga. Mana shu f2 ning qiymatini topishimiz kerak ekan va f1 taqsim 2 ning qiymatini topishimiz kerak ekan. Buni misollar nima qilamiz? X ning o'rniga 2 qo'yib ko'ramiz. Endi f2 qo'shilgan 2 qo'ysak nima hosil bo'ladi? 1 taqsim 1 minus 2. Bu teng bo'ladi ekan 2 taqsim 2 minus 1 ga. f2 qo'shilgan bo'ladi. Nima bo'ladi? Mana bu f minus 1 bo'ladi. Bu teng bo'ladi ekan 2 ga. Endi mana bu bizda minus 1 hosil bo'lib qoldi. Endi bu minus 1 ni yo'qotish uchun endi bu yerga minus 1 qo'yib ko'ramiz biz. F minus 1 qo'shilgan f 1 taqsim 1 minus minus 1 teng bo'ladi ekan minus 1 taqsim minus 1 ayrilgan 1 ga. Shunda endi f minus 1 qo'shilgan mana bu nima bo'lib qoladi endi bizda? F 1 taqsim 2 ga teng bo'lib qoladi. Bu teng bo'ladi ekan 1 taqsim 2 ga. Endi bizda 1 taqsim 2 ham hosil bo'lib qoldi. 1 taqsim 2 ni yo'qotish uchun endi 1 taqsim 2 qo'yib yuboramiz. F 1 taqsim 2 qo'shilgan f 1 taqsim 1 minus 1 taqsim 2 ga teng bo'ladi ekan 1 taqsim 2 taqsim 1 taqsim 2 ayrilgan 1 ga. Shunda f 1 taqsim 2 mana bu bizga nima beradi? Mahraj berib 2 ni tepaga ko'tarsak f 2 ni berib qoladi. Shu teng bo'ladi ekan minus 1 ga. Demak, endi bu yerdan f 1 taqsim 2 ni topib olsam minus 1 ayrilgan f2 ga teng. Mana bu joyga qo'yib yuboraman endi. F minus 1 teng 1 taqsim 2 ayrilgan f 1 taqsim 2 ga. 1 taqsim 2 ni qo'yib yuboraman endi. F minus 1 teng bo'ladi 1 taqsim 2 ayrilgan minus 1 minusdan f2. Bu teng bo'ladi endi 1 taqsim 2 qo'shilgan 1 qo'shilgan f2 ga. Endi buni tepadagi mana bu birinchi qiymatimizga qo'yib yuboraman. F minus 1 ni o'rniga. Shunda f2 qo'shilgan 3 taqsim 2 qo'shilgan f2
teng bo'ladi ekan 2 ga. Endi bu yerdan ikkita f2'miz teng bo'ladi 1/2 ga. F2'ni topsak 1/4 kelib chiqib qoladi ekan. Endi biz nima topishimiz kerak? F1/2 topishimiz kerak keyingisida. Mana bunga qo'yib yuboraman. F1/2 teng. -1 ayrilgan f2 nima chiqdi? 1/4. Minusdan 1/4. Bu teng bo'ladigan minusdan 5/4 ga teng bo'lar ekan. Shu holda ishlanadi misolimiz. Bunaqa misollar turi. Endi keyingi misolga o'tamiz. Rasmda deyapti x kvadrat qo'shilgan ax plus b. Mana shuni grafiga. Jx ning grafiga tasvirlangan deyapti. Fx ox to'qoni -8 jx esa to'g'ri 0 kesib o'tadi deyapti. A va B nuqtalar mos ravishda fx va jx kvadrat funksiyalarining uchlari bo'lsa, mana shu joyni qanaqadir A deb olsam, A A 0 nuqta deb olsam shu joyni A emas qanaqadir M0 nuqta deb olay. M0 nuqta deb olsam nima hosil bo'ladi endi? Vdan mana bu minus A teng bo'ladi. -8 plus M ga. Bunga teng bo'ladi. Hop. Endi minus C teng bo'ladi Vdan. Minus C emas. Mana bu. Mana buni oldim. Minus C bo'lgani uchun C teng bo'ladi. Endi bizda 4 plus M ga teng bo'ladi. Endi B teng bo'ladi bizda. Vdan mana bu joyda -8 ko'paytirilgan M ga teng bo'ladi. Endi D ni topsam, keyingi funksiyadan 4 ko'paytirilgan M ga teng bo'ladi. Hop, endi A sharti so'raganki, A ko'paytirilgan B. Ikkalasidan B ni chiqarib yuboraman. A plus C taqsim D. Hammasini o'rniga qo'yib yuboraman. B ni o'rniga qo'yib yuboraman. -8 ko'paytirilgan M. A ni o'rniga qo'yib yuboraman. 8 minus M. Endi A C ni o'rniga qo'yib yuboraman. 4 plus M. Taqsim B ni o'rniga qo'yib yuboraman. 4 M ni qo'yib yuboraman. Shunda mana bu minus M bilan plus ham qisqaradi. Mana bu M bilan bu ham qisqaradi. 4 bilan -8 qisqaradi. -2. -2 ko'paytirilgan 8 ga 4 ni qo'shsak 12. -24 kelib chiqar ekan. Endi A B kesma uzilgini topishimiz kerak biz. A B kesma uzilgini qanday topamiz endi? Bu M bo'lsa,
Endi avvalgi so'zlarga qarab topamiz endi. Hmm. Hop, endi bu joyni koordinatasichi. Plyus 4 taqsim q teng bo'ladi. Hozir bir minut. To'g'risi yo'l hayolim kelmayapti qanaqadir. Qop, o'ylayman. Hmm. Hop, oxirida ko'raveramiz misolda Kingsbet ko'raverakchi. King 38 misolimiz demak. fx saytini quyidagi tenglik o'rinli deyapti. F7 ning qiymatini toping, F11 ning qiymatini toping. Buning uchun birinchi o'rinda x ni o'rniga 7 degan qiymat qo'yaveramiz. 3f7 qo'shilgan 2 ko'paytirilgan f 7 qo'yaversak nima bo'ladi? 66 taqsim 6 teng bo'ladi ekan, 100 ga teng bo'ladi ekan. Bunda 3f7 qo'shilgan 2f11 teng bo'ladi ekan 100 ga. Endi 11 qo'yaversam nima hosil bo'ladi? 3f11 qo'shilgan 2f 7 bo'ladi, teng bo'ladi ekan bu endi 140 ga teng bo'lar ekan. Hop, endi F7 ni A deb olaman. F11 ni B deb olsam, 3A qo'shilgan 2B teng ekan 100 ga. 3B qo'shilgan 2A teng ekan 140 ga. Hop, mana buni 2 ga, buni 3 ga ko'paytirsam, 6A qo'shilgan 4B teng 200. 9B qo'shilgan 6A teng ekan 420 ga. Endi pastdan tepani ayirsak 5B teng bo'ladi 220. Bu yerdan 1 kelib chiqadi, 44 ga kelib chiqib qoladi. Demak, B nima edi bizda? F11 edi. 44 degan javob bo'ladi ekan. Qo'yaveraman endi mana bu qo'shilgan 2 ko'paytirilgan 44 teng ekan 100 ga.
uch a teng bo'ladi shunda. 12 ga teng bo'ladi. A teng bo'lar ekan 4 ga. Ikkinchi misolga o'tamiz. Hop, mana 38 rasm deyapti. Mana shu funksiyaning grafiki tasvirlangan deyapti. Rasmiy ma'lumotlar asosida a plus h plus k ning qiymatini toping deyapti. Mana shu joydan topa olasiz. Mumkinki -3 bir nuqtadan hop, mana topib olish mumkin. Hop, hozir -3 bir nuqta ekan. Teng bo'ladi birga. Birligini aniqlash mumkin bu yerdan. Mana bu h teng uchligini aniqlash mumkin. Shuni aniqlash mumkin bu yerda. Endi qaraymiz. Mana bu modulning musbat yo'nalishi. Demak, mana bu modulni musbat qilib ochishimiz kerak. A ko'paytirilgan x plus h qo'shilgan k. Ya'ni mana shu fx ekan. Endi fx teng ekan. A ko'paytirilgan x qo'shilgan 3 k ning qiymati 1 ga teng ekan. Endi biz mana bu yo'nalishni ochdik. Bu yo'nalishda x ga 0 qo'yganda, mana x 0ligida y 7 chiqar ekan. X o'rniga 0 qo'yamiz endi. F 0 teng bo'ladi a ko'paytirilgan 3 qo'shilgan 1 teng ekan 7 ga. Bu yerdan chiqadi ekanda 3a teng bo'ladi 6 ga. A teng olar ekan 2 ga haliga chiqar endi. Demak, amiz bizda 2, hashimiz bizda 3, kamiz bizda 1 ga teng. Bularning yig'indisi 6 ga teng bo'lar ekan. Endi a bo'lsa 3 burchak yuzasini topishimiz kerak. Mana a b s. Bu 3 burchak yuzasini topish uchun endi to'ldirib olaman buni. To'g'ri bo'lsa mana shu holga olib kelsam. Hashni nima dedik biz? 3 dedik ya. Mana shu joyim 3 ga teng bo'lsa. Jami 7likdan bu joyga 4 kelib chiqadi. Endi bildikki a teng 2 ekan. O'zga -2 degan -4 degan. Ya'ni mana bu nuqta -4 jami masofa 4 bo'ladi. Bu ham 4 ga teng ekan demak. Endi mana bu masofa 1 ga teng. Jami 7ligidan masofa 1 jami 6 qoladi endi. Mana bu masofa bizda 3ligi bor. Hop, endi masofamiz o'sha yuzani topaman. Bo'lar ekan. S2 deymanda mana bu trapeziyaning yuzini topaman. 1 qo'shilgan 3 taqsim 2 ko'paytirilgan balandligimiz nimaga teng bizda?
Balandlik -3 bilan -4 araligi bu yerda 1 bor. Bir. Bu teng bo'ladi. Endi 2 ga teng bo'lar ekan. Endi S uchun topamiz. S uchimiz mana shu uchburchakning yuzini deb olsak, mana bu balandligi 6 yoki umumiy trapetsiyani yuzini topib qo'ysam bo'laveradi. Mana bu tomoni 1 ga teng. Bu tomoni esa 7 ga teng, balandlik 3 ga teng. Şimdi 7 plyus 1 taqsim 2 ko'paytirilgan 3. Bu degani 4 kara 3 12 ga teng bo'lar ekan. Yuzalar yig'indi 8 qo'shilgan 12 qo'shilgan 2 22 ga teng bo'lar ekan. Endi jami yuzasi nimaga teng? Jami yuzasi bu masofa 4 ga teng. 4 ga emas 7 ga teng. Bu masofa 7 ga teng. Mana bu masofa esa 4 ga teng. Jami yuza 28 ga teng bo'lsa, 28 dan 22 ni ayirsak bizga qoladi 6 degan yuza qolar ekan bizga. Buning ham javobi 6 chiqar ekan demak. Hop, hech qayerda adashmadim menimcha. Hop, keyingi misolimiz. Hop, shu bilan misollarimiz tugadi. Bizda mana bu misol qolib ketgan edi. 38-misolimiz bizda. A va B nuqtalari orasiga kerak edi biz. Bir minut o'ylab olay. Hop, demak. Hop, mana shu joydan urinma o'tkazib ko'raylikchi bo'lmasam. Hop,
ham tekkan nuqta, ya'ni mana shu nuqtadan urinma o'tkazib qo'ysam hosil bo'ladi endi. Mana shu nuqtadan urinma o'tkazib ko'rsam, bu nuqta ikkalasiga ham urinyapti. Ya'ni bu joyini qanaqadir x0 deb olsam, f shtrix x0 teng bo'lib qoladi. Nimaga teng bo'ladi? Ya'ni j shtrix x0 ga teng bo'lib qoladi. Hop, mana bu fx dan hosil olsam, 2x qo'shilgan a, x0 qo'yib yuborsam, 2x0 qo'shilgan a bo'ladi. Endi mana bu jx dan hosil olsam, minusdan 2x qo'shilgan s ga teng. Hop, demak, minus x0 qo'shilgan s ga teng bo'ladi. Hop, 4x0 teng bo'ladi. Minus a. Endi s-ni nima deb oluvdik biz? Ya'ni s teng edi 4 plus mana bu x0 ga. Hali endi m deb belgilagan edim, endi x0 deb belgiladim. Endi amiz nimaga teng edi bizda? Minus amiz teng edi minus 8 qo'shilgan x0 ga. Yozamiz endi. Sin o'rniga yozamiz. 4 plus x0. Endi mana bu minus a'ni o'rniga yozamiz. Minus 8. Hop, minus 8 qo'shilgan x0 deb yozamiz. Shu teng bo'lyapti 4 x0 ga. Mana shu 2 x0 ni tomonga o'tkazib yuborsak, minus 4 teng bo'ladi 2 x0 ga. X0 teng bo'lar ekan, minusdan 2 ga teng bo'lar ekan. Bu degani hop x0imiz teng chiqib qoldi minus 2 ga. Endi hamma qiymani topsak bo'laveradi endi. A nimaga teng edi? Minus a minus 8 qo'shilgan x0 ga teng edi. Minus 8 x0 ni o'rniga qo'yamiz. Minus 2. Shunda a teng chiqadi. 10 ga kelib chiqadi endi. A ning qiymati 10 ga kelib chiqib qoladi endi. Ya'ni x kvadrat minus 10x plus b teng bo'ladi fx ga. Endi bunga minus 2 ni qo'ysak 0 chiqishi kerak. Ya'ni 4 qo'shilgan 20. Hozir 1 minut. A teng 10 chiqdi aytgancha. X kvadrat qo'shilgan 10x plus b teng ekan fx ga. Minus 2 ni qo'ysak endi 0 chiqishi kerak. Ya'ni 4 ayrilgan 20 qo'shilgan b teng bo'lsa 0 ga. B teng chiqadi 16 ga kelib chiqib qoladi bani. B ning 16 ga kelib chiqdi. A teng ekan 10 ga. Endi bu tomonga qaraymiz endi. Bu tomonda s nimaga teng edi? 4 plus x0 ga. Ya'ni 4 ayrilgan 2 teng bo'ladi ekan 2 ga. Bunda minus x kvadrat qo'shilgan 2x qo'shilgan b teng bo'ladi jx ga. Endi bu nuqtaga minus 2 ni qo'ysak ham 0 chiqishi kerak. Ya'ni minus 4 plus d teng bo'lishi kerak 0 ga. Bu yerdan d ni topsak 8 ga kelib chiqib qoladi. Unda ikkala funksiyadan ham x mana bu nuqtalarni topib olsam endi. Mana bu m desam, mana bu n desam. M teng bo'ladi nimaga? Minus a taqsim 2 ga.
-10 taqsim 2 ya'ni -5 ga teng bo'lar ekan. M teng bo'lsa -5 ga. Mana bu nuqtaning koordinatasini topamiz endi. Buning uchun mana bu funksiyaga qo'yib yuborish kerak -5 ni. 25 ayrilgan 50 bani o'rniga qo'yamiz endi. Bani o'rniga nima qo'yamiz? 16 qo'yamiz. Qo'shilgan 16. Bu teng bo'ladi endi -9 ga teng bo'ladi. Mana bu nuqtaning koordinatasi demak -5 u -9 ga teng ekan. Endi topaman. N teng bo'ladi. Mana bu ikkala nuqtaning yig'indisining yarmiga, ya'ni 4 - 2 n 4 - 2 taqsim 2 ga, ya'ni 1 ga teng bo'ladi. N teng ekan 1 ga. Endi mana A nuqtaning koordinatasini topish uchun funksiyaga qo'yib yuborish kerak. Qo'yib yuboraman. -1 qo'shilgan 2 qo'shilgan 8 bu teng bo'lar ekan. Hop, 9 ga teng bo'ladi ekan endi. Mana bu 1 u 9 ekan. Endi A nuqtaning koordinatasi 1 u 9. B nuqtaniki esa -5 u -9. Ikki nuqta orasidagi masofaga qo'yamiz endi. Ildiz ostida 1 ayrilgan -5 bo'lishi kerak. +5 ning kvadrati bo'ladi qo'shilgan. Endi mana bu 9 dan ayirishimiz kerak edi. -9 da. Alhamdulillah. Uzr so'rayman. Hop, endi 9 dan ayirsak -9, ya'ni 9 ayrilgan -9 ning kvadrati. Bu teng bo'ladi mana 6 ning kvadrati bo'ladi 36. Bu esa 18 ning kvadrati 324. Ildiz ostida. Endi bu teng bo'ladi. Ildiz osti 360 ga teng bo'lar ekan. Demak, javob ildiz osti 360 chiqar ekan. Hop, shu bilan darsimiz tugadi demak. Hop, yana ozgina ma'lumot beraman. Masalan, deylik, fx funksiya desak, funksiyani x0 nuqtasiga x0 nuqtasiga urinma o'tkazilsa, urinmaning k'si, ya'ni tangris alfasi teng bo'ladi f' x0 ga. Buni qanday olish kerak? Bu ham ko'pchilar keyin yana bitta formula bor. Buni ham o'rgatib qo'yaman. Masalan, deylik, mana shu grafik. Endi bunga parabola chizilgan. Y teng x kvadrat. Endi bunga masalan aylana chizilganda ikki nuqtada urinadigan qilib aylana chizilgan deymiz. Mana shu ikki nuqtada urinadi. Buni markazini O1 deymiz. Mana bu O nuqta aylana nima deydi, grafik markazi 0 nuqta. Buni radiusini R deymiz, katta R deymiz. Endi mana shu O1 masofamiz teng bo'ladi. Bizda doim F kvadrat qo'shilgan 1/4 ga teng bo'ladi. Endi keyingi holatimizda yana bitta grafik chizaman. Mana shu kichkinaroq deylik, masetga aylana chizilgan deylik. Ikkita joyda urinadigan. Endi bunga ham urinadigan. Mana bunda aylana chizilgan. Endi aylana chiqib ketyapti, tushunib olasizlar. Markazi mana bu Y o'qda yotadi deymiz. Kattasining radiusini katta R deymiz, kichkinanikini R deymiz. Endi mana bu joyda ham qanaqadir kichkina m radiusli aylana yotibdi deymiz. Hammasiga mana bu kichkina R.
Katta R teng bo'ladi. Kichkina r plyus birga. Doimo shunga teng bo'ladi. Shu formani yodlab qolinglar. Keyin uh, katta R qo'shilgan kichkina R teng bo'ladi. 8 ta mana bu M ga teng bo'ladi. Mana shu formulani yodlab qolinglar. Shunaqa misol tushib qolsa imtihonda sizlar shu formuladan foydalanib ishlab chiqib ketaverasizlar. Bo'ldi, shu bilan darsimiz tamom. Oxiriga kuzatganlaring uchun rahmat. Shu bilan dars tugadi demak. Sog' bo'ling.